Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Eron Islom Respublikasi Qo'shma Shtatlarga rasmiy javob berdi. Eron atrofidagi muammolar ko'paygan bir paytda Qo'shma Shtatlar Erondan o'z rasmiy javobini oldi va Qo'shma Shtatlarga Eron shunday dedi: hech qachon yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar o'tkazilmaydi. Yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar butunlay to'xtatildi desa ham bo'ladi. Endilikda ko'zda tutilgan Jenevadagi Eron va AQSh o'rtasidagi yadroviy dastur bo'yicha kelishuvni chippakka chiqdi desa ham bo'ladi do'stlar. Majlisbozliklar hamda kelishuvbozliklar endi o'z yakuniga yetdi. Navbat qurollarga keldimi do'stlar? Reuters'ning xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar prezidenti tinchliksevar Donald Tramp Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning tashabbusini butkul qo'llab-quvvatlaydi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronga zarba berish ruxsatini Donald Trampdan olgani haqida Reuters xabar berdi. Reuters'ning xabar berishicha, tinchliksevar Donald Tramp Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga Eronning yadroviy dasturini yo'q qilish haqidagi rejasini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Agar Isroil Eronga hujumga o'tsa, Qo'shma Shtatlar ham qarab turmaydi do'stlar. Qo'shma Shtatlarning harbiy samolyotlari Isroilning qiruvchi samolyotlarini havoda yoqilg'i bilan ta'minlashini iddao qilmoqda. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta bu biz uchun juda qiziq.